Assalomu alaykum qadrli tumandoshlar. Buxoro viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi Qoraqalpog'iston tuman bo'limi tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Fitosanitar nazorat yo'nalishida zararli organizmlarga qarshi kurash bo'yicha tuman miqyosida 5 marotaba dolzarb 40 kunlik, 5 marotaba dolzarb 30 kunlik tadbirlari o'tkazildi. 2025-yil davomida jami 16.345 gektar maydonda qishloq xo'jalik ekin maydonlari, bog', tokzorlar va issiqxonalar fitosanitar dala nazorati o'tkazildi. Natijada karantin obyektlariga qarshi kurash olib borish uchun jami 31 ta taqdimnomalar kiritildi. Inspektorlarga biriktirilgan hududlarga g'alla, paxta, meva sabzavot, issiqxonalar va aholi tomorqasi yo'nalishi bo'yicha Telegram kanallar ochildi. 2025-yil g'o'za hosili uchun g'o'za maydonlarini kasallik va zararkunlardan himoya qilish maqsadida 4460 gektar 100% maydonda biostimulyatorlar bilan ishlov o'tkazildi. O'rgimchakanaga qarshi 2-3 gektar 178% maydon iso qaynatmasi bilan to'liq 2 marotaba kimyoviy preparatlar yordamida ishlov o'tkazildi. G'o'za hosildorligini oshirish maqsadida 4460 gektar 100% maydonda preparatlar bilan bargidan oziqlantirish ishlari amalga oshirildi. G'o'za maydonlarining 4460 gektar maydonda defazatsiya tadbirlari amalga oshirildi. Targ'ibot ishlari bo'yicha karantin xizmati dehqonga ko'makchi tamoyillar asosida yangi tizim sohaga joriy etilib, bugungi kunda hududlardagi o'simliklar klinikalari, biolaboratoriya egalari bilan birgalikda agroklaster, fermer va dehqon xo'jaliklari, issiqxona, tomorqa yer egalariga o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha yaqindan ko'maklashilmoqda. Agentlikning faoliyatini targ'ib etuvchi jami 6 ta teleko'rsatuv hamda 2 ta radiodastur respublika miqyosida efirga uzatildi. Xorijiy va mahalliy rasmiy saytlarga, gazeta hamda jurnallarga 8 ta maqola nashrga chiqarildi. Buxoro viloyat Qoraqalpog'iston tuman o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi bo'limining 4 ta inspektori tomonidan joriy yilda 36 marotaba seminar o'tkazildi. Jami 154 ta fermer xo'jaliklariga, tomorqa yer egalariga agroko'makchi mobil ilovasi a'zo qilinib, shuningdek 6 ta tadbirkorlik subyekti tomonidan agroko'makchi mobil ilovasi karantin inspektorini chaqirish tugmasi bosib orqali chaqirildi. Fitosanitar karantin inspektori tomonidan kerakli tavsiya va tushuntirishlar berildi. Qoraqalpog'iston tumanida 2025-yil uchun meva sabzavot, oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport ko'rsatkichlari $1,679 million belgilangan bo'lib, reja 117,2% da bajarildi. O'simliklarni himoya qilish bo'yicha xizmatlar ko'lamini kengaytirish, mahsulotlar ishlab chiqaruvchilarni ko'paytirish, yaratish maqsadida an'anaviy turdagi oltin ko'z, trixogramma, brakon, entomofaglarning zaxirasi yaratildi. Dalaga chiqarish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarga 424 ta bog', 322 ta tokzorlar hamda 2 ta qadoqlash korxonalari xorijiy davlat fitosanitarlar talablariga muvofiqligi eksport mahsulotlarini yetishtirish zamini yaratildi. Sohani raqamlashtirish yo'nalishida 2802 qisqa raqamli kal markaz ishga tushirildi. Barcha ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar Qerekod tizimiga joriy etildi. Sertifikatsiya hujjatlar rasmiylashtirish elektron tizimga o'tkazildi hamda Markaziy bankning Munis to'lov tizimi yo'lga qo'yildi. Inspektorlarga fitosanitariya dala nazorati jarayonidagi aniqlangan huquqbuzarliklar bo'yicha qo'l planshetlari orqali e-ma'muriy ish yagona axborot tizimi orqali onlayn hujjatlar rasmiylashtirish imkoniyati yaratildi. 2026-yilda amalga oshiriladigan vazifalar va kutilayotgan natijalar. Eksport yo'nalishida
tumanda 2 million 155 ming AQSh dollari qishloq xo'jalik oziq-ovqat mahsulotlari eksport prognoz ko'rsatkichlari erishish choralari ko'riladi. 2026 yil hosili uchun 154 ta fermer xo'jaliklari ajratilgan 1325 gektar eksportbop mahsulotlar yetishtirish, amaliy ko'mak ko'rsatish uchun karantin inspektori biriktirilgan eksportbop mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha tegishli tavsiya va ko'rsatmalar beriladi. 3-dan, karantin xizmati dehqonga ko'makchi tamoyili asosida dolzarb 30 kunlik o'tkazilib, meva sabzavot, poliz va dukkakli ekinlar maydonlarini zararli organizmlardan himoya qilish tadbirlari o'z vaqtida sifatli amalga oshiriladi. Jami 16.345 ming gektar qishloq xo'jalik ekin maydonlari, mevali bog', tokzorlar va issiqxonalar 2-3 marotaba fitosanitar dala nazorati o'tkaziladi. Mahsulotlarni saqlash ombordan 8240 metr kub va 10230 metr kvadrat zararsizlantirish fumigatsiya ishlari amalga oshiriladi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiruvchilar uchun 120 ta ochiq davra suhbatlari va ko'rgazmali davlat seminarlari o'tkazish tashkil qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.